Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan qiziqarli o'yinlar o'ynashga boshlaymiz. Mana buni demak toshlar bilan to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Kim birinchi to'ldirar ekan? Lanlarda o'yin boshlandi. Ikkitadan tashlaymiz. 1 bilan 4. 1 bilan 5. 1 bilan 5. 1 bilan 5 qo'yaman. 6 bilan 4. Demak 10 ga qo'ydi. Qo'shsak 3. 3 ga qo'y. 6. Qo'y 6 ga. Qo'y. 9 mi? 9 ga qo'yaman. 11. 5 ga qo'ysang bo'lardi. 5 ga qo'yaman. 11. 11. 6 ga qo'y. 5 6 5 ga. 6 ga qo'yaman bo'ldi. 2 3 ga qo'ysang bo'lardi. 3 ga qo'yaman. 9. 9 ga qo'y. 9 da bormi? 4 7 qo'y, 7 ga qo'y. 6 ya 2 ga qo'ysang bo'lardi. 2 ga qo'y. 2 ga qo'y, 6 da bor. 7 chiqdi. 7. 7 ga qo'y. 3 yo'q. 3 yo'q. 8 ga qo'ysang bo'lardi. 7 2 bilan 5 yo'q. Yo'q tushdi. Yo'q. 9. 7 yo'q. Yo'q 9. 9 tushdi. Bu o'yinda ham nima qildi ana? Ikki marta birinchilardan bo'lib nima qilib to'ldi. Nima olasan? Qaysi olmani olasan demak. Bolajonlar bilan xayrlashasanmi? Hayır.